Assalamu alaykum diyarim ekranının qızğın iştirakçıları. Diyarimga kelgan qadaminglarga marhaba. Bu qadimki diyarim ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men riyosatchi do'stinglar Sheringil Ibrohim. Bu qadimki diyarim ekranida biz har qaysi sahnalarda o'zining yuqori o'rindash mahoratlari orqali xalqimizning chekliga kulga, ma'naviy turmushiga xo'shallik ato qilib kelayotgan dangliq aktyor Ito Cholpinimiz Adilmijid aka bilan suhbatda bo'lmoqchi. Suhbatimizning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli diyarim ekranida bo'lsin. Assalamualaikum Adilka. Waalaikumsalam. Aldı bilan sizdan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat aytaman. Mushu bana bilan to'rdashlarga bir salomingizni yetkazib o'tamsiz. Assalomu alaykum diyorim to'rdagi ko'rganlar, yaxshimisizlar? Mush fursat bilan sizlar bilan diydorlashganligimdan to'liq xursand bo'ldim. Yoqtirib ko'rishimni umid qilaman. Adilka isimni qilishcha bundan 12 yil ilgari sizning bir yuqori mahorat bilan o'rinalgan itot kechiligingizni ko'rgan edik. Shundan keyin biz ancha-muncha rozet, qurbayat kechliklarda sizni ko'rib turdik, yo'q, lekin itot kechiligingizni qayta ko'rmagan edik. Mush yaqindan buyon siz nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? To'g'ri dedingiz, 12 yilning oldida men bir itot kechiligi o'tkazgan. Hisobda bu Uyg'ur teatrchiligida, Uyg'ur itotchiligida tunji qitim kechilik bo'lib hisoblanadi. Ben yaqında bir neçe kanallar ko'rib qoldim. Qayta ba'di shuni. Ko'rib, shu vaqtdagi saviyarimni, hozirgi o'zimning saviyarimdan ko'rgandimmi? Ya'ni har holda andaq masalalar bor. Shunday bo'lsa, ya'ni shu vaqtdagi davrga qaraganda yuqori saviyalar o'rnatilgan. Undan keyin men mana 97-yildan 2009-yilgacha 12 yil oldu. Siz degandek kechilik o'tkazmadim. Bunun bir necha sababi var. Birincisi, ben opera teatrining artisti. Men ham deylik kasbiy teatr artisti bo'lgandan keyin bizning yilda 150 maydondan 200 maydongacha vazifamiz bor. Men qatorliq, ya'ni nurg'un bolalar var. Biz idoraning asosli qo'lliq odamlari hisoblanamiz. İdarenin vazifasini o'rindash uchun biz yilda 100 maydon yoki 150-200 maydon o'ynagan gap 100 kun, 150 kun, 200 kun degan gap. Bunun endi tayyorlik ishlari bo'ldi. Bir ishga tayyorlik qilamiz. Mush tuvallarga tushib, asosiyatni bizning vazifamiz yez qishloqlarga bir o'yin qo'yish. Shu vajidan ham vazifamiz og'ir. Bunun qilib tayyor qilgan fursatlar oz. Uningdan boshqa biz endi kasbiy o'rin bo'lgandan keyin bizning Admiral Partikom Millet nazardan keyin ma'lum bir ilk bayram, çağan, rozet, qurbaniyat o'xshash mishna bir faoliyatlar bo'ladi. Andan keyin biz teatr tutamiz, dram tutamiz. Mujaq vazifalarimiz qo'yg'ashqa bizga bir imkoniyat bo'lmadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi hamda bir teatr kasbiy xodimga nisbatan aytganda, menimcha itot kechiligi o'tkazish ancha o'ng'ay emas. Mening bu gapimni mush kasb qilganlar kerak tushunish mumkin. Endi yana birisi sutni yaxshi qaynatganda qaymoq yaxshi tutadi. Endi bir sutni aqaqidan qaynatib uning qaymoq tutish nisbati cho'qim tuvan bo'ladi, ham sutim yaxshi bo'lmaydi deb qo'ydim. Endi bu itot kechiligi o'tkazish degan gapning o'zi bir necha yillik qilgan emgaklarning yakuni, xulosasi deb bilaman. Hem kechilik o'tkazdik deb bizning Şinjandagi teatrchiligimizdagi ijodiy xodimlar yo'q emas bor. Lekin bizning ehtiyojimizni qondirolmaydi. Shaxsan Şinjand televiziya stansiyasi har yillik qurboniyatda mana masalan choyxona degan idotdan chiqib satrashxona, choyxona, muallim Altın Zəgər Sapson, Ranglik Sorun degan bo'lsa, qatorliq bir itot kechini o'ynab keldim. Mushunda men hammasinin ijodiyatida men bishib o'tirib qilib qilg'izman.
Bunu mesela Abdülkim Kelkin yazdı deyler, ya ki Mahmudcan Sıdık yazdı diyendek işte abdurlarımız Tursuncan Littip, diyendek bizim dağlık dramatör abdurlarımız var. Ular yazış jarayonida bizim ihtiyacımızı qandirish uchun bizga ishonganlik emas. Texmi yaxshi yazish uchun biz endi kech kuni shularni bujida o'tiramiz. Mo'shandima Xinjiang televiziya stansiyasi shunchalik kasbiy o'rin turibmi? Qanday qilamiz deb birinchi ular savolni bizga qo'ydi. Ular bizdan so'raydi qanday qilamiz deb. Endi ular qanday qilamiz javob qo'yadi, endi biz qanday qilishimiz kerak? Bu vazifa o'zimizning vazifasi. Bu bir cho'ng vazifa deb bilamiz. Chunki bu musulmonlarniki et bayramlari bo'lgandan keyin kanallarimiz hozir xalqaro yuzlanyapti, to'rlarda, Weixin orqali butun dunyoni ko'ryapti. Bundan da bizning yolg'iz Xinjiangdagi tomoshabinlarni asos qilmaymiz. Bu yerda O'rta Osiyodagi davlatlarga bizning musulmon xalqlarimizni o'ylaymiz. Endi teatrning o'zi Sovetdan kirgan, Rossiyadan kirgan. Bunun seviye cihetden, onun mazmun cihetden ma'lum bir darajaga olsak, biz cho'qim jamoatchilikning fikriga qolib qolamiz. Shunga ko'proq holda tirishib to'g'ri keldi. Shunga bizga besinchi talab yuqori, xalqimizning talabi yuqorilab ketdi. Xalqning talabi yuqorilab ketdi deganning o'zi xalqimizning saviyasi o'sib ketdi. Shuning shu damal kechilik qilmoqning o'zi bizga sal besim bo'lib qoladi. Shaxsan men bir kasbiy xodimdim, boshqa teatrchilar jamiyatining raisi emasman. Men butun Xinjiangdagi teatrchilarning raisiman. Butun opera teatridagi bir g'olliq kasbiy artistman. Men har bir xulosa qilgan vaqtimda, har bir kechilik qilgan vaqtimda men oldimga, keynimga, o'ngimga, so'ngimga sal diqqat qilmasam, talab yuqori bo'lg'achqa bizning sal zimimizga yükümüzden eğrilaştırdı. Menimce bu yalnız tomoshabinni asos qilmaymiz, kechilik o'tkazgan. Nima ish qilgan chog'da bizning Xinjiangda yaman zo'r olimlarimiz bor. Bizga kunda televizorga chiqib turg'achqa bizni o'ng'ay haq tunib oladi. Tunilmayotgan, pardaqida xizmat qilayotgan, qarango'ylar ishlayotgan nurg'un esli olimlarimiz bor. Har kasb, har sohada pishib yetilgan cho'ng erbaplarımız var. Endi shular gerçek idot oynash maharatini tushungan, uning mazmunini tushundi, tarixini tushundi, madaniyatini tushundi. Biz qarab turib, uni buni deblar, haqni bunday kuldirib qo'y, ajab bir yaxshi qilib oldik deblar. Yenik uslub bilan o'rindab o'tib oldik degan bilan biz tarixiy vazifadan buzib ketmaymiz. Shunga bizning nurg'un taraflarning, bismi nurg'un taraflarning talabi bo'lganligi uchun damalla idot kechiligi o'tkazish bizga biraz bisim bo'lib to'xtadi. Endi 13 kishi bo'lib ketdi. 13 kishi shunday jiq bisim bo'lib ketdimi degan masalan bo'ldi. Masalan, tavallagim tushimiz, ancha-muncha mening yuzimga deganim bo'ldi, ba'zilga ketdi deganim bo'ldi. Va Odilmijit, sen qerib qoldingmi ya? Ya, tushapsan juma ya, saviyaring aziz bo'lib qoldingmi ya? Bu yo'qolib ketdim bu. Hali shu to'g'ri, endi yoshlar chiqqandan keyin cho'nglar birdan yo'qosh kerak-ku degan bo'lsa, nima jamoat fikr, gap, ko'z qarashlar bor. Menimcha, dunyoda hech qanday odamning o'rnini hech qanday odam to'liqlagan emas. Ham u bir odamga bergan talantni ikkinchi bir odamga bermaydi. To'g'ri. Buni egisi shunday yaratib ekan, adam o'zi ichida nima bo'lsa, qozonda nima cho'mishga shu chiqadi. Endi menimcha bir misol olsak, bir pasha ishondak bir peshvarimizni ikkinchi bir odam cho'qim aytib, ashnamga o'xshash voyaga yetkaza olishi mumkin. Ammo u pasha ishon emas. Shunday. Deganga o'xshash har qanday soha, har kasbda hech qanday bir odam besib oladigan ish bo'lmaydi. Bu faqatla qanday bo'ladi deganda, tarixni ulaydi emasmi? Oldingilarning izini keyingilar bosadi. Bizning oldimizga ustozlarning izini biz bosdik. Bizninkini keyin haqlar bosadi. Uninnikimi mushunday tadrijiy bir-birimizniki qilayotgan xizmatimizni ulab ma'lum ish. Endi bu yerda 13 kishi bo'lib ketdi. Qivatimiz yo'qolib ketdi. Toza ko'rinmayapsa, ya chekindingmi yo bajaladida, sen bir
boshqa ishlarni qotibdim, yo tijorat cho'kib ketdim, qarg'an cho'kib ketdimmi deganga o'xshash gaplar bo'lindi. Hamda jahondorchilikda bu ishlarni qilib turmiz, bu menimcha qo'shimcha ish. Bir odamga shu bir talantni bergan. Shuni biz ching tutib, shu fursatni yaxshi bilib, shu talantni bergango, men shuni bir taraqqiy qildirib, texnikani yuksaldiray deb shuni qilib intilmay, ikkinchi biz buningkilikqa aqlolmagan boshqa bir ikkinchi bir kasbga shundaqla atlayotganmiz, zada har qanday qotgan ishimizni to'saqli bo'ldi ekan. Asli bir odamga shu bir narsani ato qilib ekan deymiz. Albatta xalqimga rahmat. Bizni shunday qo'llab ta hozir kelgacha bizni himoya qilib qo'llagan xalqimizning o'zi bizni tarbiyaladi. Menimcha biz nihoyatda kichik billik bilan, kamtarlik bilan tirishib to'g'ri keldi. Xalq degan bir dengiz, bizga bir kichik bir qo'lboq. Biz bizni shunda dengizning suvi ko'tarilganida qo'lboq ko'tarildi. Uning agar biz uning qadrini bilmay, ajab yuqori ko'tarilib ketdimi, hammadan yuqori o'xshamamdim, men dapli qoldi ekanmiz. Dolqin chiqadigan ayollarim bor emasmi dengizdan, bizim bizdan o'raydi. Shunga bu odamga kichik billik yarashadigan narsa. Shun izlanishga to'g'ri keldi. Bu jarayonda hamda men yilda 200 mayda o'yin qatnassam, men 12 yil jarayonida nurg'un o'yinlarni qo'yib ketdim. Chatga chiqdim. Şinjan ishkirlarga bir o'yin qo'ydik, xansuchim o'ynadik, teatr o'ynadik, opera o'ynadik. Hamda kechilikning hech qaysida meningcha imkon bor qapaqmadim. Qurbon etdi davomliq bor, ro'ziyatdi bor, ana Navro'zimizda bor, ushaq-ushaq mashrab bu kechiliklarda ko'rinib turdik, ammo kechilik qilmadim. Qissam bo'ladi. 4 itotni o'ynab, naqshidan bir 4 ni taklif qilib, usulchidan bir 6 ni taklif qilib, qurash tursak bir o'yin bo'ladi. Meningcha ma'na kasbiy kechilik degini bo'lmaydi. Masalan, bir misolga olsam, Abdulla Abdurim bultur 12-oyda kechilik o'tkazdi. Haqiqiy o'lchamli kechilik degan shu. Bir kechilik faqatla bir odamning ustida bo'ladigan ishchi bu. Hamma odamning qobiliyatini tang javlan qiladigan fursat emas u. U fursat faqat shu bir odam qaratilgan. Masalan, qizil gul shu Abdulla Abdurim bo'lsa, atrofidagi hammamiz yupurmoq bo'lamiz. Mana kechilik deymiz. Albatta o gullab ketib biz yupurmoq bo'lib ketdik zada. Nemish biz yupurmoq bo'lamiz, bizim gul tuqqi degimiz keladi. Albatta hammadan o'ziga tushliq bir gul. Ammo shu faqat shu sizning kechiligingiz bo'lganligi uchun biz faqat sizni shu mo'rimizda ko'tarib turib kechiligingizni qildiramiz. Shaxsan men kechilik qilsam, boshqalarmi albatta mendan saviyasi to'van demayman. Ular odatkor istamayman. Lekin shular orqali, shularning maharati orqali, shularniki qo'llashi bilan, shularniki himoyasi bilan men tik cho'qqa chiqib mening kechiligim bo'ldi. Unda itotni bir nechini o'ynab boshqa bir mazmundagi usul naqshimizni kirishtiriblar. Bu bir konsert kechiligi bu menda aytgan. Buni endi biz itot kechiligi deb desak, to'g'ri. Xalqlarimiz bilmaydi. Bizning o'zimizning teatr kasbini qilayotgan odamlarimiz o'zimizning teatrimizning nima ishkanligini bilmayotgan yerda bizning xalqimiz hamishna ishkanga deb o'tib ketdi. Lekin buni diqqat qilayotgan bizning cho'ng-cho'ng oliy maktablarimizdagi professorlar, mana adabiyot tadqiq qilayotganlar, tarix tadqiq qilayotganlar, chet tillarda o'qiyotgan nurg'un bizning yosh isil olimlarimiz bor. Ularning o'tkilgini o'tamaymiz biz. Bu qanday kechilik bo'ladi? Shuningdek, meningcha ko'p o'ylab ketgan bo'lishim mumkin. Men shu 12 yil jarayonida yamanchiq o'ylandim. Endi yaqinda men tayyorlik qildim. Bu tayyorlikni oldi keyin ulab 4-5 yil olib qoldim ekan deb o'ylayman. Shunga men 12 yilda bo'lgan asosiyatda mening qilayotgan ishim faqat ko'p xiyollar bo'ldi. Ko'p xizmatlar bo'lib qoldim. Shu sabablar tufaylidan taltukkus, o'lchamlik, xalq qoidag'idek bir kechilikni qilamadim. 12 yilni yaqin qilamadim. 12 yildan oldin qilgan. Bu da endi shunday bir ishlarga bir tayyorlik ko'ryapman. Adilka bayatın deb o'tdingiz, hozir mustaq bir kechilik tayyorlik qilyapman deb. Endi sizning mush etodlaringizni yaxshi ko'rib kelayotgan barliq ko'rmanlaringizga mush qatim o'tkazmoqchi bo'lgan etod kechiligingiz to'g'risida azroq uchur yetkazamsiz. Bu qatim endi 2009-yilga tayyor bo'ldi. Bu kechilikni Mabay dedim 5-6 yıl oldu tayyorlik yani. Tayyorlik degan gap endi shu qurilmani o'ylagandan tortib tayyorlik qildik.
Buni nurg'un yozuvchilar bilan, olimlar bilan o'tirib, jiq deyishdik, jiq yozdirdik. Ko'p o'zgartib, ko'p nim qilib, endi bizga tikilib turayotgan odamlarga diqqat qilayotgan odamlar biroz ko'p. Meningki izchil turda bir alayligim desam bo'ldi. Bizning qilayotgan ishlarimiz, bizning o'ynagan aytayotlarimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha demokratiyani asos qiladigan odamlar bilan hatto shu hojimlargacha darsi kengroq o'ynayman. Nima qilganda ommabop bo'lish kerak, turmushliq bo'lish kerak, madaniyatli bo'lish kerak, tarbiya ahamiyati kuchli bo'lish kerak. Buning eng muhimi yig'ib aytganda chinlik bo'lmasin mayli. Har qanday narsa chinlik bo'lmaydi ekan, yalnız itoat emas. Har qanday dunyodagi narsa chin bo'lmaydi ekan, bu mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lmagan holatdimi, u qisqa davr xarakterli bo'lib qoladi. Shunga buning damda tarix ko'ryapman. Yozdirdim. Mushu ikki shulotdan bultur rasmiy qilishga intilgan arliqdamda biz hamda men teatrda dedim, Abdulla Abdurimov bizning teatrda, Xayrgul Asam bizning teatrda, andalik biz idorada vazifalarimiz bor dedik emasmi? Albatta hamda bir ishlat qadam bizlik shaxsiyatchilik qilsaqmaydi. Meningkichiligimda ma'lum qilaman, senikini qadaqsan qilmamsan degan bizning bunda huquqim yo'q, kasbiy xodimlar. Abdullaning bo'lganidan darhol hamma butun kuchni uyushib Abdullaga markazlashimiz. Abdullahning yaxshi chiqsin deymiz. Abdullahni tuygandan keyin anikin Xayrgul men qilaman desa, Xayrgulni kuchaymiz. Shaxsan men shunda putib bo'lgan. Men erta repetisiyaga tushiman degan vaqtimda Xayrgul u men tashkildan so'zlashib chiqib bo'ldim, tasdiqlab bo'ldi. Menikini qildigan bo'ldik degan. Men shunda hayron qoldimda, voy bu men boshlagandim deb qoldim. Ortiq yaqinda mayli, Xayrgul kim o, men kim o? U qiz kim uchun qildi, men qilsam kim uchun qildim? Hammamiz xalq uchun qilamiz bu. To'xtabdi bo'ldi. Men deb shu zaman to'xtabla. Anandan keyin Xayrgulnikiga umumyuzlik kuchni to'plab uning tayyor qildik. Men shaxsan hamda Xayrgulnikida paypoq degan aytib o'tmaydim-ku. Shunga o'xshash hamda biz o'zimning shunday qo'yib qo'yib turib Xayrgulnikini qilamiz. Ani Xayrgulning tuygandan keyin darhol ulab qilay desam, hamda bultur bizning davlatimizda cho'ng siyosiy faoliyatlar bo'ldi, masalan, olimpik bo'ldi. Anikin meyitlar olimpik bo'ldi, undan keyin anikin islohot etish 30 yillik shu davlatning zo'r natijalarini tabriklaydigan, xulosalaydigan cho'ng siyosiy faoliyatlar bo'ldi. Biz Abnuraylar o'mak bo'lgandan keyin biz shu faoliyatlarga jiq qoldik. Hatto mustaqilga mehmonlar Aqsularga borib qo'yib, tövelar yuzilindigan mandaqlik vazifalar olib ketgan aqaq surildi bu shamda. Surilib, oxirim menga bu yil sen qilsang bo'ladi deb biz 3-oyda bir teatr tutib 12-oyga bitirdan bir vazifa bo'lib qolib uchun menga jiddiy vazifa uqtirib tushdi. Shuning bilan bu ishni qilgan bo'lib qoldim. Hamdalik tayyorliklarim nechini yaqib bo'lgan bilanmi u bu sabablar bilan bulinmadi. Endi hozir rasmiy bekitilib, repetisiyaga tushib 60-70% tayyorligimiz bitib bo'ldi. 30% yer qoldi. Men shu 2-oyning oxiridagi mezgillarda qilamiz. Shunga nayt puxta qilmoqchi. Abayqi o'zim degandek nurg'un o'ylagan odam cho'qim bir narsani o'ylaydi. Sabr, taqat bilan tayyorlik qilgan cho'qim puxta ish qiladi. Tayyorligimiz mukammal bo'lgan cho'qim meningcha xalq yaxshi huzur, uzuq ato qiladi deyman. Meningcha bu qitim kechilik hamda qag'inni xalq ko'rgandan keyin baho bersin. Bu qitimki meniki kechiligim meningcha hozirchamda shaxsan meningcha 10 kishining oldidagi saviyaga qaraganda cho'qim necha hassa büsib huzur ato qilish mumkin deb o'ylayman. Shundoq yaxshi itoat kechiligini hargiz bir kun o'tkazmaysiz. Bir kun menimcha bo'lsa bir yil o'tkazgim bor. Hamda rost demismi, yaxshi gapni birini qildingiz. Hammamizning odiq chiqmadi. Shunda tayyorlik qilib burun shu bizning urf-odatlarimizda 41 kecha kunduz to'y qilgandan o'zimi yaxshi gaslar. Tazabi to'yga tayyorlik qilganki balni cho'ng qilib 41 kun to'y o'ynasa ham odiq chiqqanda bizim bir tazi qo'ysak bo'ladi. Jiq izdandiq, jiq ishlab ketdik. Bo'lsa tazi qo'yg'imiz bor. Meningcha bu kechilik yaxshilik bo'lar ekan, cho'qim biz bir oy ishga qo'ya olamiz buni. Endi hozircha biz 4 maydon deb bekitdik. Ama o meningcha eng oxirgi o'lcham emas. Biz ham nima qilganda
birinchi bosqichdagi o'zimizning plani kechilikni aqchan e'lon qilganda birinchi qitim shunday bo'lishi mumkin. Ammo men bilan hamkorlashayotgan shirkatlar bor. Shu bu qitimqi kechiliklarni o'z ustiga olib, butun tashviqot xizmatlarini qilib zo'r darajada kuchaytirdi. Bizning shunchalik pishiq tayyorlab qotganimizga qarab, o shirkatlarni aytdi, o'zing biz ularning diqqatini qo'zg'adik, ular bizning diqqatimizni qo'zg'atdi. Aytdi, yaxshi maslahat tayyorlab qotamiz. Ham qog'inni kim bo'ladi? Biz o'yinimiz birinchisi yaxshi chiqsa, ikkinchisi xalq uni e'tirof qilsa, biz o shirkatlar birishib ehtimol Shinjongning har qaysi yerlarida qo'yamdik. Lekin uni keyingi plan hozircha mangmi gunga bu bir mana aytganda maxfiy sir bo'lib tursin. Hozircha shundaroq deb bekitdik hamda. Undaqda mush yaqinda o'tkazmoqchi bo'lgan itot kechiligingiz bilan 12 yil ilgari o'tkazgan shu itot kechiligingizning orasida qanday farq va qanday yangilik nuqtalar bor? Shuni bir bizga tushuncha bergan bo'lsangiz. Meningcha yomon zo'r farq bor. Farq bo'lmasa, shaxsan mening o'zimningki mijoz, xulqim, xarakterimdan qilmayman bu ishni. Mening bu qitimqi maqsadim bunday kechilik qilib dang chiqarish emas. Menga ota-onam meni mishinchilik bir tug'ib ekan, mishinchilik qobiliyatini berib ekan. Eng muhimi xalqim mishinchilik qo'llab-quvvatlab, adil-mijit desa bir to'rt odam tunig'idek darajaga kelib ekan. Men cho'qim yaxshi xizmat qilmasam bo'lmaydi. Xalq yaxshi javob bermasam bo'lmaydi. Xalqning bizdan cho'ng zo'r umidini kutayotgani bizning yaxshi ko'rganligi. Bizni e'tirof qilayotganligi, bizni seg'inayotganligidan derak berdi. Bo'lmasa odamlarning aldirashligini kim bilan kimning chadog'i hozir. Shu unda bo'lgandan keyin xalq bizni hurmat qilayotgan ekan, biz cho'qim hurmatiga tushlik bir tayyorlik qilishimiz kerak. Menimcha yomon cho'ng zo'r farqi bor. Ham cho'ng buzish bor buda. Ama qanday buzish bor. Nima qilamiz deganning hammasi menimcha hozircha maxfiy bo'lib tursin. Lekin cho'qim zo'r farq bor. Shaxsan tunigin abay kipimni ayqini olib olsam, yoki dang chiqarish yoki o'zim tunish emas. Bu qadimgi kechilikdagi asosiy mazmunmi men butun Uyg'ur xalqini kuldirib, tiliqtiribman degan narsani asos qilib ketmadim. Kuladi. Men 10 tot o'ynayman. 10 totning hammasi xuddi bir yilning 4 fasli bo'lgandek, asli biz 4 faslimiz yomon iniq millatchi biz. Bizning xo'shalligimiz va tragediyalarimiz va g'amkin vaqtimiz va xiyol suradigan, bizning o'y fikrimiz to'liqlangan cho'ng mingimiz taraqqiy qilgan millatchi biz. Biz kechkichilar "Oy, yaxshi" deydiganlar, mendaq millat emasmikin deb qarayman men. Unda bo'lgandan keyin men to'liq ifodalash uchun yomon keng ko'lamda asarni tanlashga tushganman. Tanlanib bo'ldi. Bu qitimqi maqsad xalqimni bir kuldagandan boshqa, uni xiyol solgandan boshqa bir ma'lum bir o'y fikrga kelmaydi. Bir xalqni yig'ib bir fikrga akilish yoki bir xiyol silishning o'zi menimcha yomon zo'r kuch ketadi. Menimcha xalqim cho'qim ko'rgandan keyin tanqidlab ketish mumkin. Bu qanday bunday bo'ldi deb. Menimcha ko'pinchalarda yaxshi baho berish mumkin. 100% hammasi maqtab kelsa, men cho'qim ansirayman bu ishimdan. Men normal emas deyman. Dunyoda 100% oltinmi 99% bo'ldi emasmi? Menimcha oltindan yuqori emasdimi deb o'ylayman. Shuning cho'qim andaq-mandaq sabab bo'ldi. Menimcha zo'r farq bor. Endi bu qitimqi kechiligimizda Admiral Partikom madaniyat nazorati qo'lladi buni. Zo'r qo'lladi. Adilmizdan itot kechiligini keng ko'lamda tashviq qilib, nayta kuchlik yaxshi chiqamsak bo'lmaydi degan yig'indimi o'tirib qo'ydi. Buning bosh rejissyori bizning Qurbonjon Neyt, Islomjon, Varis, Jurat Vaytlar rejissyorlik qildi. Itotning ko'pinchisini bizning zo'r kuchlik danglik artistlarimiz o'ynaydi. Kimligini demayman hozircha. Bu maxfiy. Endi bir maxfiyatlikni oshkorlab qo'ysam, butun itotning naqsini Abdulla Abdurim yetadi. Undaqda mushkichiligingizni hozircha nada o'tkazishni planladingiz?
Məxfiyyətlikim aşağıda bu birdən kolab bilib alamsınız değil mi? Nerede ötküzdüğünüzünüzü bilirsiniz, tamaşa dostlarına verip körüdü. Aşını demeydim aslında. Hem de abayam degandek saviyani yuqori ko'tarish uchun saviyalik narsani o'ynash uchun saviyalik zal bo'lishi kerak. Hozircha bizniki hamda Shinjongda pek kerak yuqori saviyada turadigan zallarning birdan birisi bizning yangi qurilgan Juyandagi teatr zali. Buni hozir 160 million mablag' silib salgan teatr u. Endi hozircha Shinjongda eng yuqori saviyalik teatrxona hisoblanadi. Bunida mening demoqchi bo'lgan maqsadimni, demoqchi bo'lgan ifodalamoqchi bo'lgan bizning birdan bir xiyolimizdagi tuyg'umizni birdan bir namoyon qilib beradigan teatrxonaning birisi shu. Hatto xalq teatri majizlik qildi. Agar xalq teatri qo'ygan bo'lsak, uning nurg'un qo'shim to'liqlaydigan narsalar ko'p bo'lib ketdi. Shuning ash teatrxonani muvaffaq ko'rdik. Undaqda bu kechilikni qachon o'tkazmoqchi bo'lasizlar? Voy, bu nima deb. Sizlarni bilmasak, tomosha dostlar qanday tayyorlik qiladi? Apla. Endi baldır deversem bilet verip gittim. Ben atalarıma bilet tapamayışmaydım. Çaqib koydum. Çoğun tabii hadise, çoğun bir özgürüş, adamlık mölçerliğisiz bir xil çoğun bir tosalıqlar bulmasa, bizim birinci qıtım bekitke baktığımız, 2. ayının 27'de 28. günü teatrxonamizda 1-2 mayda oyun qo'yildi. Anandan keyin hozir nurg'un talablar, nurg'un yerlardan bizga telefon, nurg'un nimalar kelyapti, zakazlar kelyapti. Endi oldimizda yana xalqarалық emgekçiler ayollarning bayrami emasmi? Ayollarmi bizning yarim dunyamiz emasmi? Shunchalik cho'ng narsalarni qildik. Buning ichida nurg'un ayollar madiyallaydigan, onalar madiya qiladigan nurg'un madiyalar bor. Shun ularning talabi bilan 27-28 qo'yib bo'lgandan keyin bir necha kun biz yana u yoq bu yoqdan bo'lgan fikrlarni to'liqlab 3-ayniki 6-7 kun. 2 ayning 27-28, 3 ayning 6-7 kun qo'ymak. Shun hamda köp narsalarni bu yerda debatkim yo'q. Meningcha amaliyot birinchi o'rinda turdi. Hamma narsa o'zimizning amaliyatidan kelgani yaxshi. Men anda qildim degan bilanmi yana mening aqlli, farosatli xalqim yana ko'rgandan keyin anandan keyin javob berishni to'limi xohlayman. Men shuning bilan mushkilchilikni qilib, yana Odilmijit 12 yil yo'qolib ketami deb ansirab ketmasin. Endi men shuni his qildim. Hozirgi bizniki shu bozorlarimizni yalnız bizniki kasbiy teatrxonalarimiz, kasbiy teatrlarimiz qamdab bulanmaydi. Ehtiyoj ish bitib qolgan gapda bir teatr bir nurg'unlagan bir mijna ko'p millatga xizmat qilib bulanmaydi ekan. Buni ma'lum shirkatlar, ma'lum unsin nasrat o'rinlari, masalan, sizlardek mijna to'rib bekiti deganga o'xshash, shunga o'xshab bir nechilagan, nurg'unlagan o'rinlar birlashib, buni hamda tashviq qilib, buni mablag' chiqarib, buni keng ko'lamda taqib qo'yganda anan keyin bu bozorni to'liqligini bildi ekan. Shunga men burungi 12 yil oldin men qilganimda bunday o'rinlar ozdi. Shaxsan shu diyorimmi yo'qdi. Shaxsan shu diyorim to'g'ri bugungi shu suhbat orqali men o'zim ham xursandlik his qildim. Shu fursat bilan men ko'rmanlar bilan ko'rishyapman. Buningdan keyin sizlarda kuchlar, bizni qo'llayotgan shirkatlar, hamkorliklar o'rlab bo'lgandan keyin ehtimol bo'lsa, yilda bir qitim qilishga tirishimiz. Faqat bo'lmaganda biz yomon kuchli qilib, saviyli qilib 1-2 yilda bir qitim o'tkazishni hozircha planlayapmiz. Adilka, mushu yaqinda siz shundoq yaxshi bir ish qilib o'tibsiz. Oxirida to'rdashlarga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor, bir anglab baqqan bo'lsak. Rahmat. Men shu diyorim to'rda ko'rishayotgan barliq qarindoshlarimga, xalqimga shuni deymanki, 2 ayninki 27, 28, 3 ayning 6-7 kunlari o'tkaziladigan yangi Juyandagi o'tkaziladigan yangi teatrxonada, yangi mazmundagi, yangi saviyadagi yangi itotlarimni ko'rishinglarni umid qilaman. Shu vaqt kelgan chaqda sizlarniki nayt yaxshi oziqlarga ega bo'lishinglarni, meningmi sizlarga yaxshi huzur ato qilishim uchun sizlarning kelib menga jiq chaviqlanchilib madad berishinglarni umid qilaman. Xo'sh, kechilikni ko'rishaylik.
Qadrli diyorim ahli, bugun biz qisqa vaqt ichida ahamiyatli bir qatam suhbatda bo'ldik. Oxirida biz Adil Mijit akaning bu qatamliq etod kechiligining muvaffaqiyatli chiqishini tilash bilan birlikda, buningdan keyin uning ishlarining utuqli bo'lishini tilaymiz. Texmi yangi va nodir mazmunlar diyorim to'rida diqqatingiz davomli diyorim ekrani bo'lsin.